Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Robloxda oddiy o'ynaymiz. Bu safar men haqiqiy o'g'riga aylanaman. Men qo'limga o'roq oldim va butun maydondagi o'tlarni o'g'irlab tashlayman. Lekin bu shunchaki o't o'rish emas, har bir o't o'rishda yashirin boylik bor. Boshida hammasi oddiy boshlanadi. Sekin o'raman, ozgina pul ishlayman, lekin keyin men bam birdaniga kuchli braynotorni chiqishni boshlaydi. Men darrov tushundim, bu o'yin oddiy emas. Bu yerda eng qimmat braynotlar bor va ularga hamma olishni xohlaydi. Men esa qaror qildim, hammasini o'zim o'g'irlayman. Men o'roqni upgrade qildim va endi tezroq, kuchliroq va har bir urushdan keyin ko'proq pul beradi. Petni oshirdim. Endi men hech kim quvib yetolmaydi. Keyin men xaritada yashirin joy topdim. Oddiy o'yinchilar bu joyni bilmaydi, lekin men topdim va u yerda eng katta, eng qimmat, eng noyob braynotlar bor edi. Lekin muammo bor. Boshqa o'yinchilar ham shu yerga kelib qolishsa-chi? Hamma yuguryapti, hamma olishga harakat qilyapti, lekin men tezroqman. Men borib uni birinchi bo'lib olib qo'ydim. Endi men serverdagi eng kuchli va eng boy o'yinchiman. Ammo bu hali oxiri emas. Keyingi bosqichda bundan ham qimmatroq braynotlar bor emish. Agar men uni ham o'g'irlasam, men umuman to'xtatib bo'lmaydigan proga aylanaman. Video davomida ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga kirib ko'ring.